Ramazan yazmaları 6. bab Rozanın küçü 2. bölüm Roza ve infak. Roza tang bahriman boluş bolup biz biladigan roza tutuş sözünün ma'nidaş sözü keçishning 2 tüp ma'nisi tark qilish ve tutuş. Tutuşning ma'nisini bilamiz, lekin tark qilish degan ma'nisiga e'tibor qilmaymiz. To'g'ri. Roza tutuş bir jihatdan tutuş, ya'ni saqlash, chidash, bardoshlik berish bo'lsa, yana bir jihatdan tark qilish deganlik bo'ladi. Bu ro'yi jihatdan o'zini tutib olib, nafs, xohishini tark etish, ma'naviyatini tutib, maddiyatni tark qilish deganlik. Bu mangulik bo'lganni tutib, o'tkinchi bo'lgandan voz kechish deganlikdir. Tang barilinishmi mohiyatda tark etish, ya'ni o'z nafsidan voz kechish, boshqalarga sunish emasmi? Bu nuqtadan aytganda zakat, sadaqa fitr va infaq o'rtaqlashishning farqli ismlaridan iborat. Qo'l ilkida bo'lgan mu'minlar zakat va sadaqa yo'li orqali yo'qsillarning dasturxonini mollashtirish uchun qo'lidan kelganicha yordam qildi. Vaqt bilanmi bor kuchi bilan boylar bilan yo'qsillar o'tirsida bir ko'rik bo'lishga tirishdi. Ramazonning rahmatini yo'qsillarga yetkazish uchun aldirishdi. Mas'uliyat turtkisi bilan hukumat organlarimi hozirlagan iftor chedirlari orqali Ramazon yemakliklari va arzon mol bosi bilan ta'minlab, faqir yo'qsillarning dasturxon yukini yengillatishga tirishdi. Bularni ko'rib turibman, bilaman ham uqishib turman. Hamda ba'zi yerlik organlarning qandaq jon pidalik bilan bu yo'lda xizmat qilayotganligiga shohid bo'ldim. Ramazonda xolis niyatli kishilar to'p bo'lib, bir qacha issiq sho'rpini yo'qsillarning dasturxoniga yetkazib, Ramazonning savobiga erishishga tirishdi. Qalbidagi imoni, kuch ularni hargizmi bekor o'ltirishga yo'l qo'ymaydi. Ko'chalarga tashlab etilgan, qiqilib so'qilib, ash to'q kun o'tkazayotgan ojiz bechoralarni yo'qlashga aldiraydi. Lekin bular yanada yetarlik emas. Ach-yalang'och ojiz bechoralar shundoq ko'p bo'lib, nurg'ulg'an kishilarning tirishishi, vaqtlarning harakatga kelishi, xayr-saxovat o'rinlarining yordami, xolis fidoyilar to'pining kuchi, yerlik organlarning ko'ngil bo'lishi bilan bu yo'qsillikni tugatgili bo'lmaydi. Jiq emas, faqat mushu 4-5 yil oldida zakat berayotganlar bugungi kunda zakat oladigan holga tushib qoldi. Tunugun xizmati bor kishilar bugun ishsiz, och va muhtojlikqa mahkum bo'ldi. Ularni kim bu holga keltirdi? Bu vatanni 6 yildan beri talon-taroj qilgan 28-fevral voqeasini paydo qilguvchilar. Bu voqea bilan bu vatanning haqiqiy egilariga qartilgan jang kulangillari, xalqning pul, mol dunyosini piyoz so'ygandek bulang-talang qilib, bir boshqa Turkiya yoritib, uning beshiga chiqqan otizmchi guruhdir. Qur'on mutraf deb atagan samrigan siri o'zini bilmay bangbosh bo'lib ketgan. O'zini bilanmagan siri samirib ketgan bir uchum ozg'unlar. Ular aldab bo'lgan bu vatandagi insonlarning azobini yo'q qilish, qayg'usini tugutish, och qolganlarni to'ydirish, yalang'ochlarga kiyindirish, yana panohlik tilguchi deb qalpoq kiygizilgan musulmonlarga qoldi. Ular otizmchi guruh
burunqiga o'xshashla yegan ichgan hammani bulg'ab tashlagan edi. Ularning keynidan buzilganni tuzash, pokizlash, buzib chachqanlarni qaytadan bino qilish, ostin ustin qilib o'ngshash, oshlarni to'yg'izish, yo'qsillarga aylanib qolganlarga yordam qilish. Bu ishlar hammasi yana bu vatanning haqiqiy sohiblarining zimmasiga tushgan edi. Lekin ko'ryapsiz, qanchalik tirishchanlik ko'rsatilgan bo'lsa-mu, bu yo'qsillik o'tlarini o'chirishga cham yetmayotidi. Naqchilikda qolgan ojiz mazlum namratlarning soni shuncha ko'pki, shaxsiy va hukumatning buncha tirishchanliklari texi buningga yetarlik emas. Bu ishqa yangi hukumatni tashkil qiladigan ma'mur xodimlar hargiz qo'l qo'shtirib qarab turmaslik kerak. Hozirdan Ramazonning kishilarning yukini yengillatadigan rahmatlari bor vaqtdan boshlab jiddiy harakatga o'tish kerak. Yangi boshliq bo'lganlarning yo'qsul xalq uchun jiddiy bir amaliy plani bo'lishi hamda darhol shu planni ishga kirishtirishi va shu orqali bu vatanda och, zor, xorliq, yo'qsullik ichida qolgan miskinlarning duosini ilishga tirishish lozim. Bu bir davlatning xazinasi uchun elib aytganda hech qancha bir ish emas. Faqatla vayron bo'lgan bir bank xo'jayinining cho'ntagiga tushib ketgan pulini vatanimizdagi och qolgan xalqqa tarqatsaqmi, balki ocharchilik ichida qolgan million kishining yuziga hech bo'lmaganda mushu Ramazon mezgillarida bo'lsa-mu kulki yuguraydi. Bu vatandagi fuqarolarni bu holga tushirib qo'yganlar bu ishni vatan ismini tilga ilib turib qilgan emasmidi? Hech bo'lmaganda davlat nomi bilan bu millatga qilingan ziyonkashlik yana shu davlat tarafidan bir oz bo'lsa-mu yaxshilangan bo'ladi. Buning bilan davlat nomini qo'llangan har qanday bir shaxs yoki organning obrazi bir oz bo'lsa-mu yaxshilangan bo'ladi. Shundaqdimi bu vatanni ota-bobolarning etizligida ko'rgan. Hech bir ishdan zarar ko'rmaganlarning bu ahvolga qarta bir tal mo'yining tavrab qo'ymaganligini ham tavirmaydiganligini bilaman. Bu 100 yillik bir hikoya. Bu dal birlik va taraqqiyot. 19-asrning oxirida qurilgan bir tashkilotdan miros qolgan. Huquq markazlashgan bir davlat tuzimining o'z xalqiga qilganlari. Hech birimiz suv yoki sopun ishlatmay turib, bir Ramazon o'qishliqini yozolmaydigan ahvolda. Gapning rosti shuki, bu vatanda yuz bergan falokatlar qoldirgan izlarni tuzatguchi yerliklar. Shu falokatni paydo qilgan padichi ishdan kelganlardan bak zerikdi. Shuningdan keyin yana ular paydo qilgan ofat iznalarini yo'qotish uchun emas, balki ularning qayta falokat paydo qilmasligi uchun tadbir elinish kerak. Bu albatta zimmasidagi boshqa vazifalarni ado qilgan asosda bo'lishi lozim. Yerlikning zimmasidagi ishlar. Ramazon bilan tang chiqqan Allohning rahmat shamilini bu vatandagi yo'qsul, ojizlar, chetga qiqilganlar va mazlumlarning yeniga, dostixiniga yetkazish.